Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, hurmatli tadbirkor akalar. Agar yirik loyiha qo'ysanglar, nimalarga e'tibor berish kerak to'g'risida sizlarga tushuncha berib o'tmoqchiman. Mana bu obyektimizda biza 1 yil avval 825 kilovat qo'yib bergan edik. 1 yil davomida 937 million so'mlik, ya'ni 937 megawatt tok ishlab chiqargan va shu tadbirkorga ekonom qilib bergan. Tomi bo'sh yotgan edi. Biza buni 1 yil oldin yanvar oyida boshlagandik. Qorli mavsum tugagandan keyin nima qilganmiz bu tirishini alyuminiydan qo'yganmiz. Mana bu alyumin o'zini quyosh paneli maxsus Akfa kompaniya ishlab chiqarilgan edi. O'zini tagida L fitlari bor. Yaqinroq kelib ko'rsat. Tegini ko'rinayaptimi? L fitlari bor. L fitlari tagida rezinkaligi bo'ladi. Shunga e'tiborli bo'linglar. Masalan, bizda hozir mahalliy ishlab chiqarishlarda bor shunaqa L fitli, lekin u rezinka qo'yishmayapti. Bu Xitoydan kelgan L fitlarimiz edi. Ularda rezinkasi bor va sendvichni o'zini samarasini olib turib, xuddi o'sha samarasini yoki yengisini olib germetik bilan qoqilgan, germetik bilan buralgan shu yurtda, o'sha rezinkasi ham ushlab qoladi. Bu nimaga kerak? Ertaga tomingizda chakka o'tmasligi uchun. Yana bu yerda Jinko panellari qo'yilgan, 590 vatli edi. Arifka, yo'q, buni Powersan kompaniyasidan sotib olgan edik. Xuddi o'sha aksessuarlarni o'rnatganmiz. Gruppalarni bo'lib chiqqanmiz. Siz agar obyektingizga qo'yadigan bo'lsangiz, alyumindan qildirishingizni tavsiya qilaman yoki otsinkovka. Mana joylarini, kriplerini ham maksimal alyumindan bo'lishi tavsiya etiladi. Nega bu kerak? Chunki Jinko kompaniyasi o'ziga 20 yilga garantiyani olgan. Ya'ni nima bo'lsa ham almashtirib beraman agar o'sha talafot yetsa, ishlamay qolsa. Lekin garantiyaning talabi borki, o'sha alyuminda bo'lishi kerak, krepleniyalari, shu tegidagilari. Agar siz qora metaldan qilgan bo'lsangiz, unda garantiya bermaydi yirik loyihalarda. Mayda loyihalarda shunday ajratib almashtirib beradi. Mabodo agar o'rnatilgan kompaniya yopilib ketsa ham, Jinkoni har qanday shu mahalliy bozordagi представительga murojaat qilsanglar, almashtirib beradi. Bu yerda yana e'tibor berishimiz kerak, juda ko'plab loyihalarda mana shu anaqani qilinmaydi yirik loyihalar. Ko'rsating, atsinkovka bilan latoklarimiz, maxsus PV kabellar ishlatganmiz. Keyin e'tibor beringlar, shu 1 ga 6 kabel ishlatilsin. 1 ga 6 kabel kerak, chunki 1 ga 4 bilan gruppa kam bo'ladi. Ertaga qish oylarida maksimal bu voltajni beradi. Chunki biz bilamizki, infraqizil nuridan tok oladi quyosh paneli. Qachonki havo toza bo'ladi, qish oyida juda musaffo bo'ladi. Quyosh tikka tushgan juda katta voltaj bo'ladi. Ya'ni 10 ta panel deylik 48 voltdan 480 volt, 20 tasi 960 volt, undan ham oshib ketadi. Panel orqasi xarakteristikasi bor, ko'rsanglar bo'ladi. Shuning uchun talab qo'yinglar 1 ga 6 ishlatsin, 1 ga 4 zinhor mumkin emas katta stansiyalarda. Xo'p, endi ketdi, invertorini ham ko'rsatamiz. Yaxshilab ko'rsating mana hamma yoni. Yur. Ketdi. Bu yerda biza east west решение berganmiz. Aslida bu yoqqa yuring. Bu yoqdan tushaman, bo'pti. Mana bu yoqni oldin ko'rsatgan ikki yoq tomonga quyosh mana bu yoqdan chiqadi. Botadi. Gorizont mana shunaqa. Agar biza 30 gradusda bunaqa qo'yadigan bo'lsak, maksimal peak mощностьga chiqadi, lekin bu yerga 825 emas, 550 kilovat sig'ardi u ko'rinishda. Investitsiyasi ham, ya'ni o'rnatish xizmatlari ham balandroq bo'ladi, chunki oyoq bilan, konstruksiya bilan ko'proq material. Bu ko'rinishda bo'lsa, to'g'ri, pikovoy mощностьи kamroq. Ya'ni masalan 30 gradusda qo'yganingiz bu pikida o'sha 85-90% ga chiqsa, bu 60%, 65-70% gacha chiqadi. Lekin generatsiya yillar davomida juda ko'p. Deylik 500 kilovatdan yiliga 100 million so'm ekonom qilsangiz, bu 8 kilovatdan yiliga 150 million so'm ekonom. Tadbirkor akalar yaxshi tushunadi, ko'proq ekonom qilish выгодно. Shuning uchun tavsiya qilarimiz, tomingizga o'z butun dunyoni aylansanglar, ya'ni Turkiyaga borasizmi, Yevropami, Xitoydami, hammasi bu o'sha tomlarga o'rnatiladi. U bizda endi boshda kirib keldi 30 gradusga qo'yish. Ya'ni tomingiz bemalol, lekin siz maksimal effekt olmoqchi bo'lsangiz 30 gradus qo'yish tavsiya qiladi bizning regionda. Lekin tomingizdan maksimal foydalanish shu tom o'ziga yotqish, har qanday bo'lsa ham. Siz maksimal foydali. Faqatgina tom agar bunaqa bo'lsa, quyosh bu yoqdan tushsa, bu yoq tomoniga qo'ysangiz, u tabiiyki umuman generatsiya qilmaydi. Muxlislar tomdan tushib oldi, operatorimiz ham videoga ololmadi. Xo'p, bu yerga biz Huawei invertorlardan foydalanganmiz. 100 kilovatligidan qo'yganmiz. Hozir ko'rsatamiz. Huawei o'zi yaxshi kompaniya, brendiga yarasha qimmat, generatsiyasi ham yaxshi. Bozorda deyman, bunga raqobatchilar juda ko'p. Hozir narxiga nisbatan arzonroq
sifati ham bir xil. Lekin biz zakazchining talabiga asosan qo'yganmiz. Lekin zo'r. Juda ko'p obyektda qo'ydik, Huawei kompaniyasi. Juda zo'r mahsulot chiqadi. Hop, 2 yoqda bor ekan. Inverterda ham e'tibor beramiz. Har qanday yirik inverterlarda tablosi bo'lmaydi. Agar tablosi bo'lsa, demak sifatsiz. Shu joyidan bilinglar. Chunki 1-2 ta inverter kirib keldi, adashmasam Growat kompaniyasiniki 100 kilovattligi ekrani bor edi. Xitoylik o'zi yetadi. Mumkin emas. Chunki yillar davomida buzilishi mumkin. Ishlab turibdi. Mana DC avtomatlarimiz yig'ilgan, gruppalarga ajratilgan va siloviy avtomat bilan pastga transformatorga olib tushib ketilgan. Hamma gruppalarimiz numeratsiya qilingan, ya'ni ertaga navoda qaysidir avtomat otsa, qayerda qaysi panelda muammo borligini bilamiz. Shu narsani ham so'rab olinglar, shu o'rnatilgan kompaniyadan, chunki bu ertaga muhim. Siz 20 yil ishlaydigan quyosh panel stansiya o'rnatdingizmi, o'zingizda ham energetiklar mingtasi kelib ketadi. Kelgani bitta ko'rib o'qib oladi. Qaysi gruppa qayerda joylashib, shu panelda atmetkasi bor, bu yerda ham bor. Mana ko'rasizlar, hammasi latoklarda olib tushilgan. Endi gruppalar soni individual kelib chiqadi. Panellar vatidan va inverterning mощностьidan, bitta gruppada 15 tadan 18 ta, 24 tagacha har xil gruppa yig'iladi. Endi 1,5 voltli, 1000 voltli inverterlar bor. Uni o'sha o'rnatadigan kompaniya yechim qilib berish kerak. Yana bitta tavsiya, ChatGPTga tashlasangiz ham xuddi o'sha yechim to'g'rimi, noto'g'rimi sizlarga tavsiya beradi. Juda aqlli. Uni ishlab turibdi hammasi. Hozir programmasi ofisda anaqasi ko'rsatamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa inverter ikkita. Hammasi ishlab turibdi. Zo'ra shu tom yiliga 937 million so'm. Bu nima bilasizlarmi? 937 million so'm momentalniy yoningizda qoladi pul. Ani mahsulot olib kelib, ishlab chiqarib, skladga qo'yib, dilerga berib, sotib kunigacha 3 oy ketsa, bunda ertasi kuni shu kunning o'zida yoningizda qoladi puli. Mana bu ham yillar davomida bo'sh turgan tom. Mana egasiga 937 million ekonom qilib berdi. Agar sizlarga ham shunaqa yirik loyihalar bo'lsa, murojaat qilsanglar, sifatli hamma ishlarni bajarib beramiz. Tajribamiz ko'p, tajribali komandamiz ko'p. Bizga o'xshagan kompaniyalar ko'p. Hammasiga o'rnatishingiz mumkin. Narxida faqat juda ochiq aytaman, kompaniyalar masalan yerga urursangiz, qaysidir kompaniya aytishi mumkin, bo'ldi o'rniga almashtirish mumkin. Xuddi xitoyliklarga o'xshab. Ya'ni nech pul sizdan xo'p qilib beraman deydi, sifatini o'shanga yarasha o'zgartiradi. Endi bozor narxlari ko'rib chiqasizlar. Hamma kilovatga yirigidan tortib maydasiga qarab bizga murojaat qilsanglar, individual yondashib, bizning maqsadimiz, qadriyatimiz shu. Bizdan mijozlarimiz yillar davomida mahsulotni maksimal generatsiya bersin. Bitta qo'yib ketdik bo'ldi emas. Chunki bu hozir hype'da qo'yotgan biznes emas. Bizda tizimli yillar davomida shu biznesni olib borish. Shaxsan o'zim ham shu sohada o'qiganman, energetikada. Turin universitetida quyosh panellari bo'yicha ham ilmiy ishlar qilganmiz. Murojaat qilsanglar bajarib beramiz. Rahmat, bizni kuzatishda davom etinglar. Panellarni qishda qor bosib qolsa-chi desangiz, erib ketadi. Bunda chunki tez qiziydi. Ya'ni qalin qor yog'sa ham oddiy shvabra latta bo'ylab qilsangiz bo'ladi. Obyektingizda tozalash. Chang bilamiz, quyosh panelining generatsiyasi nisbatan pasaytiradi. 15% gacha, 10% gacha qalin bo'lib ketsa. Mana bu holati ideal, normalniy. Masalan, bir haftadan beri yomg'ir yog'madi, lekin changi emas, normalniy turibdi. Navoda changib ketsa, mana tadbirkor o'ziga ishchilariga qildirgan shvabra latta bilan olib bemalol artsa bo'ladi, hech qanaqa muammosi yo'q. Faqatgina o'zi qattiq jism oynasiga tegib qirmasa artadi. Narida ko'rsangiz, turbadan suv chiqarib qo'yishgan, shlankada artib qiladi. Endi maxsus sepadigan решение bo'lsa, biz ham borib qilib beramiz. Lekin qanaqa tushuntirsam, qora mashinani mo'ykada faqat shlankada suv sepsangiz toza bo'ladimi? Lattada artmasangiz foydasi yo'q. Xuddi shunaqa panelda ham. Bizning changimiz endi qilimimiz rasvo shunaqa, majburimiz tep, ya'ni yumshoq jism bilan artsa maksimal effekt beradi. Quruq suv bilan pena sepib qilsangiz bo'ladi. Quruq suv bilan agar 30 gradusda bo'lsa, kichkina stansiyada tushib ketadi. Mana bunaqa yassiroqda effekti kamroq bo'ladi yuvish. Chunki ko'ryapsiz, xaritasini orasiga qo'yadigan soya tushadi. Bu to'sib qoladi generatsiyasini. Ketma-ket taxlaganda esa o'sha ruchnoy. Butga nima bitta ishchi olasiz,
4 million 5 million oylik berib shuni tozalatib sizga bo'lsa где-то 5 barobar ko'proq tokka ekonom qilib beradi. Rahmat.